Rezultat qilish uchun zalga chiqishni o'zi kamlik qiladi. Siz rezultat qilish uchun 3 ta asosiy qoidani aytib o'taman. Birinchisi, yuklama progressi. Ko'tarayotgan toshingiz og'irligi va mashqni necha marta takrorlashingizni albatta daftarchangizga yozib yuring. Masalan, 10 kiloli tosh bilan 3 patxut 12 tadan qilgan bo'lsangiz, keyingi haftasiga 10 kiloli toshda 3 patxut 12 tadan qilishga harakat qiling. Ikkinchisi, vazn olmoqchi bo'lganlar juda ham katta xato qiladi. Chunki hozirgi payt ko'p odamlar ozg'in bolalarga tiqishing kerak, ko'proq yeyishing kerak deb bu mag'rur maslahatlarni berishyapti. Xo'p, ovqatni tiqish kerak ekan, lekin qanaqa ma'noda? Kaloriyani o'lchagan va hammasini nazorat qilgan holatda. Vazn olish uchun ko'p kaloriya iste'mol qilsangiz, ortiqcha shunchaki chiqib ketmaydi. Keraksiz yog'ga aylanadi. Sizga yog' emas, balki muskul kerak. Uchinchisi, zalga kelib olib, qanaqa sport pitaniya ichsam ekan deb o'ylanyapsizmi? Biror nima ichishdan oldin siz avval ovqatlanishingizni to'g'rilab oling. Albatta, trenirovka programmangizni. Chunki siz oldin o'zingizni organizmingizni his qilishni o'rganib olishingiz kerak va ovqatlanish trenirovkangiz bilan rezultatga chiqib olishingiz kerak. Shu bergan maslahatlarim ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Ustimdagi kiyimlarni bo'lsa Axliyor Sale'dan sotib olsanglar ham bo'ladi. Opisiyaga yozib qo'ydim.